Mehribon jajjolim, bugun risolatingiz bitta bolani ko'zdan quvonch otilganini guvohi bo'ldi. Bitta konsultatsiyani o'zida qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi aytib beraman. Qisqasi logonevroz 10 yoshdanmidi, shunaqa 10 yosh, 12 yosh dedi yoshini. Ismi Baxtiyor degan bola salom berishga qiynalar ekan, ya'ni salom berganda qisqasi qiynalar ekanda, keyin men metodika bilan to'g'ri salom berishni o'rgatdim. Ya'ni qarshimizda oyna turibdi, oynaga ikkalamiz qarab olganmiz va u shunday qilib salom berib, deydi, chiqdi deydi. Ya'ni ishonmayapti-da, ya'ni qiynalmasdan chiqara olganiga boshqacha bo'ldi. Ko'zlari yondi u bolani. U bolani ko'zi yonganini ko'rib men boshqacha bo'ldim, to'g'risi. Qisqasi hamma narsaning imkoni bor bu dunyoda. Ko'pgina ayollar yozishadi, meni bolamga ZPR qo'yilgan, ZRR qo'yilgan, autizm qo'yilgan, gapirmayapti. Gapiradi. Faqat to'g'ri ishlashni bilish kerak. Faqat mehr bilan, sabr bilan, nima edi, energiya